Avvalambor assalomu alaykum hurmatli Vodiy bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Bugun xudo xohlasangizlar hafta kuniga yakshanba 30-noyabr Andijon avtomobil bozoriga keldik va bu qismga qo'ldan kelgancha Nexia 3 lardan syomka qilganmiz. Mexanika, avtomat, yili yangi, eski har xil ranglardan bor video davomida ko'rasizlar. Bittadan like bosib qo'yishda kanalimizda mehmonlar, albatta obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar. Qanaqa mashina kerak bo'ladigan bo'lsangizlar kommentariyaga ila bilan nomini yozib qoldiringlar. Like bosib obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlab turgan hammaga kattakon rahmat. Xudo xohlasa zo'r videolar olishda davom etamiz. Video roligimizni boshladik. 2016-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3 dan boshladik. Bugungi video roligimizni xo'p, 4-paysi avtomat korobka. Yurgani qancha? Yurgani 220 ming yurgan. 220 ming yurgan. Xo'p, avtomat korobka, ABS konditsioneri, metan gazlari bor. Xo'p, buni motor ходовой korobkalari qanaqa? Motor ходовой korobkasi garantiyasi bilan beramiz. Bo'ldi, xudo xohlasa garantiya deb aytilyapti. Mana. Xo'p, mashina avtomat korobka. Video davomida 2022largacha oq-qora har xillaridan chiqqan ko'rasizlar. 90 talik metan gaz o'rnatilgan. Xo'p. Qo'llari zavod holatda. 220 ming yurgan 2016. 4-paysi avtomat. Yurgan 16. Kraskasi? Kraskasi bor, 20% bor. 20% bor. Rasodlar yo'q. Oqasi butun. Nech pul qilib berasiz endi aka buni? Bo'ladigan narxini 7 mingga bo'lsa bera olaman. 7 ming dollarga bo'ladigani beriladi. Hujjatlari-chi? Xohlasa o'tkiz olsin, xohlasa generalnik olsin, xohlasin banki olsin, qizig'i yo'q. Bo'ldi. Naqd pul qilib berish kerak sizga. Ha, naqd pulga kelishaveramiz. Mashinasi bo'lsa olib qo'laverasiz. Matizmi, Nexia'mi, Jigulimi, qo'ymi, molmi, qizig'i yo'q, barter qilaveramiz. Bo'ldi. Jamiki sotiladigan narsalar bo'lsa kelishadi. Sotiladigan narsa bo'lsa bu. Bo'ldi. Nomeringizni aytib oling-da aka. 99 99 981 984 2044. 2044 raqamiga murojaat qilasizlar. 2019 navbatdagi Nexia 3'imiz. Yurganichi? Yurgani 200 ming yurgan. 200 ming yurgan, ABS konditsioner, metan gazlari bor. Motor ходовой korobkalari-chi? Motor ходовой korobka. Salon holatlari. 19 qancha yurgan dedingiz? 200 ming yurgan, 4-paysi. talik metan pollari zavod holatda. 2019 200 ming yurgan, 4-paysi. Kraskasi qanaqa bu? kraskasi bitta eshikli betida bor, ikkita petnosi bor. Bitta eshikli betida bor, ikkita petnosi bor. Narxi nech bu? 8 ming kami bor. 8 ming dollar kami bor. Xo'p, bermaganingiz bo'lmadimi aka? Buni 75 qilishdi. 7500 dollargacha pul ko'rdi. Hujjatlari qanaqa bo'ladi? Hujjatlar оформление qiladi. Nomiga o'tkazib oladi. Variantga bermayapsiz hozir. Nomeringiz 93 250 1011. Mashina bo'lsa barterga olib qolaverasiz. 2022 navbatdagi Nexia 3'imiz ham. Xo'p, buni yurgani qancha? 124 ming yurgan. 124 ming yurgan, ABS konditsioner, metan gazlari bor. Xo'p. Motor ходовой korobka qanaqa? Zo'r. Tonirovkani ruxsatnomasi bor ekan, 3 oy qolibdi. Ichki holatlari yaxshi. Video registrator qo'yilgan. Assalomu alaykum, charchamasizlar? So'ramadim hali lekin. Zapas balon bor, qo'llari zavod holatda. Aka, kraskasi qanaqa buni? Toza. 124 ming yurgan, 2022 toza. Puli nech pul? Puliga Yaqinroq. 200, 10 ming 100, 10 ming deb beraylik. 10 ming deb beriladi, xudo xolasa. Hujjatlari-chi? Bo'laveradi xohlagan. Xohlaganda bir marta qilib beraverasiz. Mashinaga barter bor-a? Barter bor, Nexia yo'q. Bo'ldi. Telefon nomeringiz 93 93 250 250 1011 raqamiga murojaat qilasizlar. 2020 navbatdagi Nexia 3'imiz. Mexanikami? Mexanik. Yurgani qancha buni? 252. Xo'p, 252 ming yurgan, ABS konditsioner, 4-paketli metan gazi bor. Motor ходовой korobkalari qanaqa? Yaxshi. Balonlari charm po balon ekan. Yaxshi holatda. Salon holatlari. 2-paysida mexanika.
Gazlari 90 talik metan gaz. Pollari shunki. 2020 252 ming yurgan ikkinchi pozitsiya mexanika. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi. Klaski orqa kapot, orqa qanot. Nari qanotda petno bor. Ikkita detal to'liq sepilgan, bitta petno. Aha. Narxi necha pul buni? Narxi 7200 yaqin qilib. 7200 dollar kelishiladi. Aha. Bermaganingiz bo'lmadimi bunisini? Yo'q, unaqa 7 ni pastida so'rashdi. Hujjatlari-chi? Bo'laveradi, nima hujjat? Xohlagan hujjat bo'laveradi. Variantga bermaysizmi? 1-2 oygacha yetmasa yordam qilamiz. Yetmay qolgan summasi kelishilaveradi. Nomeringiz 91 91 477 477 40 4006 raqamiga murojaat qilasizlar. 4-pays. 2018 navbatdagi Nexus 3imiz 4-pozitsiya avtomat korobka. Uni yurgani 210 mingmi? Rasxod qilmaydimi motor? Yo'q, motor rasodlari yo'q, motor ochilmagan. Bu ham ABS konditsioner, propan pokoleniya bu ham. propanlari bor. Xo'p. Avtomat korobka. Shumka qilingan ekan. Ha, ha. Shumka qilingan, rul qo'yilgan, monitor qo'yilgan, ichki holatlari yaxshi. 4-pozitsiya haqiqiy. Propan gazi bor ekan tabiatga. 2018 210 ming yurgan 4-pozitsiyada. Kraskasi qanaqa buni aka? Kraska 4 ta detali bor. Krilo, kapot, krilo, eshik. Shunda ikkala oldi krilo, kapot, bitta eshik. Ustitlari tozami? Usulitilga sepilgan, lekin Sepilgan, yechilmagan. Suvoy butun. Bo'ldi. Nech pul narxi? Buni 7400 dan to'laydi. 7400 dollar kami bor. Bermaganingiz bo'lgandir aka? Buni aka kecha oldik, kechqurun oldik. Bugun olib chiqdik. Hali savdo bo'lgan. bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Hujjatlari qanaqa bo'ladi? Hujjat bu hujjat bo'ladi. Xohlagan hujjati bo'laveradi. 1-2 ming dollar yetmay qolsa o'zingizlar bilan kelishsa ham bo'ladi. Mashina boshqa olib qolaverasizlar. 3000-4000 puli bor odam bo'lsa, kelishilgan holda naqdga bera oladi. Xo'p. Mana aytmoqchi bo'lgan narsamiz azizlar, bankka aralashmayman degan odam bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqarsin aka. 3-4 ming bo'lsa, bu yoqni kelishtirib qilib beraverasiz. Bera oladi. Nomeringiz Barter ham bo'laveradi. 99 604 604 1091. 1091. Biz chiqarayotgan mashinalarni mana variantga deyapmizmi? O'zingizlar bir qator telefon qilib, shuncha pulim bor, qanchaga qilib berasiz, bemalol so'rab ko'raverasizlar. Balkim kelishib qolsanglar, xudo xolasa yaxshi yo'llariga bo'lib ketadi. Xo'p, azizlar, 2021 navbatdagi Nexus 3imiz qop-qora rangidan 4-pozitsiya avtomat korobka. Buni yurgani qancha? 74 ming kilometr bosib o'tgan. Xo'p, metan gazi bor. Haqiqiy bashi Nexus 3 ta ishqibozi bo'lsa yoqadigan avtomobil. Yumshoq balon qo'yilgan. Shumka qilingan. Pioneer magnitofon. Bu antiradarlari ham qoladimi? Qoladi. Xo'p. 90 talik metan gaz o'rnatilgan. Xo'p. Qancha yurgan dedingiz? 74 ming yurgan. 74 ming kilometr bosib o'tgan 2021 kraskasi toza. Narxi necha pul eng qizig'i aka? 10300 dollar kelishiladi. Xo'p, savdo qilmadingizmi bunga aka? Hujjatlari xohlaganini qilib beraverasizlar, a? Variantga bermaysizlar? Yo'q, variantga chiqmaydi. Bu ham mana shu holatda picha yetmaganiga Yetmay qolgan summasi bo'lsa, bera olamiz. Xo'p, nomeringiz 88 88 172 172 18 88. 1888 raqamiga murojaat qilasizlar. 2020 navbatdagi Nexus 3imiz mexanika ishqibozlari uchun yurgani ozidan 62 ming kilometr bosib o'tgan. Xo'p. Yaxshi holatdagi avtomobil. Metan gaz qo'yilgan ekan, ABS konditsionerlari bor. Balonlari yaxshi yumshoq balon qo'yilgan. Xo'p, salon holatlari linoleum qilingan. talik metan pollari zavod holatda. 2020 65 ming yurgan. 62 ming. Kraska shu kriloda petno, narigi tarafda shu stoykasi petno. Kriloga ichiga o'tmagan, mana shu yerda o'tadi xolos. Mana
Mhm. Narxi nechi pul? 8,5 dan ozgina o'tib. 8500 dollar kami bor. Ha. Savdo qilmadingizmi bunga aka? 83 ga bermadim. 8300 ga. Ozgina qo'shilsa beraman. Yaqinda aytibsiz o'zi 8,5 kam bor deb. Yumshoq balonlari bor ekan. O'sha balon gazi bor metan. Mashina bo'lsa olib qolaverasan kelishi. Variantga bermaysiz. Yo'q, naqd pulga. Faqat naqd pulga. Nomeringiz? 90 257 90 257 91 41. 91 41 raqamiga aloqaga chiqasizlar. 22 toza 80 ming yurgan. 2022 navbatdagi Nexus 3'imiz 22 toza deyapsiz. Ha, toza keladi. Toza, ABS konditsioner, metan gazlari bor. Qancha yurdi dedingiz? 80 ming yurgan. 80 ming yurgan. Gaz baloni bor. Yumshoq balon qo'yilgan. Bu ham shumkami? Shuma izolyatsiya qilingan. Rahmat. Rahmat aka. Rahmat 90 talik metan. YouTube'dagi mashinalar yo'q-ku. Sizni ko'rib keldim. Top beramiz hozircha. 2022 80 ming yurgan. Xo'p. 4-pozitsiya. Kraskasi? Toza klaskasi. Pulichi? Pulini 10300 dan ozgina o'tib beramiz. 10300 dan ozgina kami bor. Bermaganingiz bo'ldimi aka? 97 ga davom berish. Naqd pulgami? 9700 gacha pul ko'ribdi. Hujjatlari qanaqa bo'ladi? Bo'ladi. Xo'p, variantga bermaysizmi? Yo'q. Narxga ko'proq. Ancha-muncha 1-2 oyga yetmaydigan holat bo'lsa kelishaveramiz. Bo'ldi. Mashina bo'lsa barteri bor. Kelishaveramiz. Nomeringiz? 88lik 88 172 172 88 08 18 88. 172 18 88. 2022 navbatdagi Nexus 3'imiz 4-pozitsiyada avtomat korobka. Xo'p, buni yurgani 144 ming. Metan gazi bor. ABS konditsioneri bor. Motor ходовой korobkasi. Faralari o'zgartirilgan ekan. Yumshoq balon qo'yilgan. Ruxsatnomasi 3 oy dedinglar. Shumka qilinganmi, qilinmagan? Shumka. Shuma izolyatsiya qilingan. Mers rul, Malibu bar. Mana barlar qo'yib qo'yilgan ekan. $190 talik metan gaz. Tollari shumka. 2022 144 ming yurgan. Kraskasi qanaqa? Bitta kriloda bor. Bitta kriloda bor xolos. Narxi nechi pul bu? Narxi buni 10 ming kami bor. 10 ming dollar kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi buni? So'rashyapti. Endi konkret kod o'sha Bo'ldi. Hujjatlari qanaqa bo'ladi? Libodagi bo'laveradi. Xohlagan hujjati bo'laveradi. Faqat naqqa sotamiz deyapsizlar. Naqqa bankka ham bo'laveradi. Bo'laveradi. Variantga bermaysizlar? Yo'q, variantga. Agar 5-6 ming puli bo'lsa, shu 6 oydan boring 8 oyga davra. Kelishilgan holatda. Xullas azizlar 5-6 ming bor Andijon odamlar bir viloyatiga qatorga. Xo'p, shu narsani videoda boshida ham aytdim, bilmadim. Har bitta videoda aytyapman. Qaysi viloyatdan syomka qilyapgan bo'lsak, 99% holatlarda variantga degan odamlar faqat shu viloyatga berishadi. Video nomidan berib bilib olsanglar ham bo'ladi. Andijon mashina bozoridan 99% holatlarda Andijonga variant beriladi. Nomeringlar aka? Nomer 94 94 564 564 7707. 7707 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Yili baland mexanika so'raganlarga yurgani ozidan 2022-yilda ishlab chiqarilgan 25 ming kilometr bosib o'tgan. Gazlari bor. Gaz qo'yilgani? ABS konditsioner, metan gazlari bor. Nexia 3 ishqibozlari uchun ham bugun zo'rlaridan chiqdi. Xudo xohlasa mana yana bitta mexanika yurgani ozidan. Endi narxini hali so'raganim yo'q. Hozir so'raymiz. Nech pulligini? Gazlari 90 talik metan. Pollari zavod holatda. 2022 25 ming yurgan. Kraska tozami? Ikkinchi pozitsiya. Mexanika. Toza. Narxi nechi pul aka? Narxiga 9,5 ming deyapmiz. 9500 dollar kelishiladi. Bermaganingiz ham bo'lgandir aka? Boshqa pushlar foydalangani so'radi 88 qilish. 8800 dollarga 8900 dollargacha foydalangan so'rashdi azizlar. Hisobinglar chiqsa mana 25 ming yurgan 2022 toza. Faqat naqd pul deyapsiz aka? Bank desa ham o'ynaveramiz bankka. Bo'laveradi. Sizga naqd pul qilib berish kerak. Hujjati generalniy bo'ladimi, bo'lmaydimi?
Gen ham chiqaradi, olti sotda ham bor. Xohlagan hujjati bo'laveradi. Nomeringiz 94lik 94 564 564 7707. 7707 raqamiga murojaat qilasizlar azizlar. Navbatdagi Nexus 3'imiz azizlar ko'pchilik so'ragan shu bejiviy salonidan 2017 120 ming kilometr bosib o'tgan. Xo'p. 4-pakelini metan gaz o'rnatilgan ekan. ABS konditsionerlari bor. Balon qo'yilgan, yumshoq balon. Salon holatlari. Mana bejiviy salonda. Ichki holatlari juda ham chiroyli avtomobil mana. Xo'p, gazlari 90 talik, metan pollari zavod holatda. 2017 120 ming yurgan 4-pozitsiya, 4-pakelini metanlari bor. Kraskasi Narigi tomonda sapashog'ida bor. bitta sapachogida petno. Mana eshigi bilan bunday qo'shilib sepilgan. Bitta petno tushgan ikkalasiga. Ha. Chizig'ida. Necha pul qilib berasiz buni aka? Buni 83 ga beraman. 8300 dollarga beriladi. Hujjatlari-chi? Ana hujjat bo'ladi. Xohlagan hujjati bo'laveradi. Variantga bermaysizmi? Yo'q, Faqat naqd pulga. Mashina bo'lsa-chi barterga? Barterga kelishaveramiz. Kelishib olib bo'laveradi. Nomeringiz 90lik 90lik 257 91 41. 91 41 raqamiga murojaat qilasizlar. 2016 2016 navbatdagi Nexus 3'imiz mexanik ham bu ham. mexanik. Yana bitta pul yengilrog'idan. Buni yurgani qancha? Yurgani buni 230 ming yurgan. 230 ming yurgan. Bugun Nexus 3'lar ham ko'proq bo'ldi. Mana har xil vibrlar bo'lyapti. Sizlarga ham yaxshi. ABS konditsioner. Konditsioner o'g'rilganmi? Konditsioner yo'q ekan. Yo'q ekanmi degan gapga hayron bo'lmanglar, chunki mana hamma Nexus 3 akamizdan endi hammasini syomka qilyapti, chunki aytib o'tganimdek sizlarga ham Borini qanchalik nima bo'lsa yaxshi. Tanlov ko'p bo'lsa. Mana. Qaysi biri ma'qul kelsa, bemalol aloqaga chiqib ko'p. Qolgan mashinalarimiz pastda. bo'ldi. Bu 2016 ni yurgani 200 qancha dedingiz? 230 ming yurgan. 230 ming. Kraskasi qanaqa? Kraskasi 30-35% kraskasi bor. 35% kraskasi bor. Ustasiga olib boradi, ko'rsatadi. Yoqqandan keyin pulini notariusga beraveradi. Xo'p, buni necha pul qilib beramiz yaqini endi? 6 mingga bo'lsa barakasi. 6000 dollarga bo'ladigan narxi 6 ming. bo'ladigani 6000. Xohlagan hujjati bo'laveradi, xohlagan ustasiga ko'rsatib bo'laveradi. Qizig'i yo'q. Bo'ldi. Arteri ham bor. Variant beringman deyapsiz. Yo'q, varianti yo'q. Nomeringiz? Yetmay qolsa 1-2 oy ajraniyasi bor. Bo'ldi, yetmay qolgan summasi bo'lsa 1000 dollarmi, 1,5 ming endi telefon qilib gaplashasiz. beraveramiz. Xo'p, nomeringiz 97 97 540 540 ikkita 92. 92 raqamiga murojaat qilasizlar. Xo'p, endi mexanikadan davom etamiz. 2018 kapot ochilar buni. Ochiq. Oching. Ochiq. Bo'ldi, qo'yavering. Qo'yavering. Metan gaz o'rnatilgan, ABS konditsionerlari bor. 2018 da yurgani qancha? Yurgani buni ko'proq 400 mingmikin yurgan. 400 ming yurgan. Ustitlari-chi? O'ziniki radno, buni oldida kraskasi yo'q umuman. Bo'ldi, endi mana Eshigida bor, aslında eshigida bor. bo'ldi, 10 ming yurganni ham chiqaryapmiz, 500 ming yurganni ham chiqaryapmiz. Endi har bitta mashinani o'zining ishqibozi bor. Ma'qul kelib qolgan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. 400 ming yurgan dedingizmi? 400 ming yurgan 2018. Endi shunga yarasha puli ham arzonroq bo'lsa kerak. Shunga yarasha pulni ham arzonroq berishingiz kerak. Kraskasi qanaqa? Kraskasi uchta detalda bor. Bor 30% hisoblasiz. 30% bor. O'zi 20%, 30%. Orqa oldi butunmi? Oldi, orqasi pechat. Rasoti yo'q. Pulichi endi eng qizig'i. Bo'ladigan narxini ayting. 6300 ga bo'lsa beraman. 6300 dollarga mana hisoblashsa 2018. 18 ga 19 Mashina bo'lsa barterga olib bo'laverasiz. Tikomi, Matizmi, qizig'i. Farqi yo'q. Shu 4 ta baloni bo'lsa, bo'ldi. Bu 4 ta baloni bo'lsa barter. Hujjat xohlaganini qilib beraverasiz. Xohlasa o'tkazib olsin, xohlasa gen qilib olsin, qizig'i yo'q. Bo'ldi, nomeringiz 99 81 20 44 981 20 20 44. 44 raqamiga murojaat qilasizlar. Yo'q, 19 da o'zi. 2019 navbatdagi Nexus 3'imiz mexanik ham avtomatmi? Avtomat korobka. Avtomat korobka. Xo'p. Bu akamizdan izlar ko'p mashina syomka qilyapmiz. Sizlarga ham menimcha ko'proq varianti bo'lsa yaxshi yana ham tanlov ko'proq bo'ladi. Metan gazi bor, 2019 avtomat. Qancha yur dedingiz?
220 ming yurdi. 220 ming yurgan. Motor asfaltlari-chi? Motor asfaltlari yo'q, bu ustasiga olib boradi, ko'rsatadi, pulini notariusga beraveradi. Bo'ldi, mana eshityapsizlar. Bemalol ustozga olib borib ko'rsatib, notariusga pulni beraverasizlar. 90 talik temir metan gaz o'rnatilgan, pollari zavod holatda. Xo'p, qancha yurgan dedingiz 19 da? 220 ming yurdi. 220 ming yurgan 2019. Xo'p, endi shu yerda eslatib ketaylik. Bozordan tashqari kunlari ham savdo qilasiz. Qayerda aka? To'g'risida, do'lmaga yetmasdan. Qilichbozlik to'g'risida. Mana shu nomerlarni chiqarib beramiz. Bo'ldi, akamizdan. Telefon qilsa, WhatsApp, Telegram hammasi bor. Olaman desa ham, sotaman desa ham hamma yo'llari bor. Bo'ldi. Buni necha pul qilib berasiz? Kraskasini aytaylik 19. Kraskasi 20% bor, oldi orqasi pechat, bu ustasiga olib borib ko'rsatib oladi. Pulichi? Pulini notariusga beraveradi. Necha pul? 7,5 mingga bo'lsa beraveradi. 7,5 ming dollarga beriladi. Variantga berilmayotgan qolgan yo'llari kelishilar ekan. Nomeringiz? 97 540 ikkita 92. 92 raqamiga aloqaga chiqasizlar. 2018 navbatdagi Nexus'imiz. Xo'p. Buni yurgani qancha aka? Yurgani 200 ming. 200 ming yurgan ABS konditsioner metan gazlari bor. Motor asfalt qilmaydimi? Yo'q, motor asfalti yo'q. garantiyasi bilan. 2018 da bu 4-pozitsiyasi, ha? Ha, to'g'ri. Xo'p, bu Yevro variant ekan-da. Yevro varianti. Mana ichki holatlarini ko'ringlar. Xo'p. Metan gaz. Mokriy asfalt rangini so'raganlar yana shunisi bo'ladi-da. 2018 avtomat korobka 200 ming yurgan. Kraskasi? Kraskasi bor bu. 20% bor, ichiga o'tmagan. 20% bor, ichiga o'tmagan. Oldi orqasi butun. Oldi orqalari butun. Narxi necha pul beramiz aka? Narxi Yaqinrog'i faqat. 7300 ga beramiz. 7300 dollarga beriladi. 7300. Xo'p. Bo'ladigan 7300 mashinaga barter bor. Variant chiqarmayapsizlarmi aka? Yo'q, variant yo'q, bank qilib bera olamiz. Bo'laveradi. Nomeringiz? 99 99 981 981 2044. 2044 raqamiga Nomerlar ham ishlaydi. murojaat qilasizlar. Bo'ldi.